Assalamu alaikum, hürmetli Uyghur TV görülmenleri. Bugün 8 Ağustos Peyşembe günü Hira Uyghur Başlangıç Mektebi'nin okuş bitiriş faaliyeti ötküzüldü. Assalamu alaikum, Nohmancıka qanday ahvalınız? Selam, qanday ahvalınız, yaxshimi? Yaxshi, Alloh shukri. Nohmancıka 4 yil o'tdi, muvaffaqiyatli yapmadinglar Hira Mektebi'ni. Allah sizlardan razı olsun. 5 yilga qadam qo'ydinglar. Bundan keyin qanday planlaringlar var to'g'risida xabar bergan bo'lsangiz. Deginingіздek 4 yil to'shibdi. 4 yil jafoliq qadam bosqichlarimiz bilan mushu yerga keldik. Hozir boshlang'ich o'quvchilarimizdan, ona til o'quvchilarimizdan 350 atrofida, cho'nglardan, kursantlardan, ya'ni til o'rganganlardan 170 nafar atrofida o'quvchimiz davomli o'qiyotdi. Endi biz bu xizmatni texnik yaxshi ishlash bilan birga, buningdan keyingi nishonimiz hamda mushu davlat maktablarida bu bolalar bir tarafdan o'qigach, yana bir tarafdan biz mushu Uyg'ur ona til sistemasini barpo qilish va bundan keyin o'rta maktablarni mushu xil shaklda o'rta maktab darslarini qilish, qadam-qadam holatda yuqori ko'tarish deydigan bir nishon g'oyalarimiz bor inshaalloh. Qandoqda ihros ko'rilmanlarimizga, ota-onalarga, sabiy bolalarimizga ko'ngil so'zingiz bo'lsa. Hurmatli ota-onalar, ustozlar, Qurban hayitimiz kelyapti. Aldı bilan hammalarning Qurban hayitini tabriklayman. İnşallah biz g'ayrat qilaylik, tirishaylik. Ma'rifimizni texmo kuchli bir yuqori pallaga chiqaraylik. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Kelar yillik Qurban hayitini ona vatanimizda o'tkazgan nasib qilsin.